Assalomu alaykum. Instagram, YouTube biz kuzatuvchilari hamda bizning obunachilarimiz, xudo xolasa Qarshilarda labimiz tayyor holatda. Ushbu variant tijoratchi akalarimiz uchun mo'ljallangan variant hisoblanadi. O'zingizlar hozir guvoh bo'lishingiz mumkin. Akalar zo'ra, o'zlari plavni qilib ko'tarib beradi. Ichki tomonlaridan keladigan bo'lsa, ichki tomonlari pressovniy rossiyskiy fanera bilan обшивать qilib berilgan. Xohlasanglar chap tomonini, xohlasanglar o'ng tomonini ochib qo'yib, bemalol yo'lli yuzida ham tijoratinglar qilsanglar bo'ladi. Juda ham bir mustahkam qilib berganmiz. Bu yoq tomonini hozir ochib ko'rsatamiz. Ochganinglarda mana ochilishlari ham juda ham plavni, o'zlari mushtdek ko'tarib beradi. Amorzatorlarimiz keladigan bo'lsa, amorzatorlari ham eng yaxshidan koreyskiydan qo'yib berilgan. Oldi tomoniga bitta e'tibor qilib qo'yamiz. Balandliklari pol qismidan hisoblaganda tashqari tom qismigacha 1.50 qilib berganmiz. Kabinadan 46-47 sm chiqib turgan bo'ladi. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahrida joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Ushbu video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.